Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Videoni oxirigacha kuzatib borib, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda 2025-yildan boshlab ish haqi, pensiya va nafaqalar sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Yanvar oyidan boshlab ish haqi, pensiya va nafaqalar o'z vaqtida to'lanib, inflyatsiya darajasidan kam bo'lmagan miqdorda oshiriladi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yig'ilishida ma'lum qilindi. 26 noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda 2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Maoshlar inflyatsiya darajasidan kam bo'lmagan miqdorda oshirib boriladi. Yig'ilishda so'zga chiqqan Bosh vazir o'rinbosari, Iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov qonun loyihasining konsepsiyasi yuzasidan ma'lumotlarni ochiqladi. Vazirning ta'kidlashicha, 2025-yil uchun davlat budjeti to'g'risidagi qonun loyihasidan davlatning fuqarolar oldidagi barcha ijtimoiy majburiyatlarini bajarish uchun yetarli miqdorda mablag' ajratilgan. Shu jumladan ish haqi, pensiya va nafaqalarni o'z vaqtida to'lash hamda inflyatsiya darajasida kam bo'lgan miqdorda oshirib borish ko'zda tutilgan. Inflyatsiya darajasi esa 7% bo'lishi kutilmoqda. Kambag'allikni qisqartirish uchun 20 trillion so'm ma'lum qilinishicha, loyihasi 20 trillion so'm ajratilgan. Ma'lum qilishicha, loyihada aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beriladigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish uchun davlat budjeti xarajatlarining ijtimoiy yo'naltirilganligiga sabab qilinmoqda. Xususan, kambag'allikni qisqartirishga jami 20 trillion so'm mablag' ajratilmoqda. Ijtimoiy himoyaga ajratilgan mablag'larning manzilligini kuchaytirish va samaradorligini ta'minlashga qaratilgan choralar loyihasida o'z aksini topgan. Videomiz yoqqansa like bosib, obuna bo'lishni unutmang.